Arafa kuni. Hojilarimiz, dunyo hojilari Arafot maydonida jam bo'lishadi. Hajning 3 farzidan bittasi Arafa. Arafotda turish bu farz. Odam alayhissalomning duolari qabul bo'ldi Arafa kunida. Xatolari kechirildi. Arafaning sharti azizlar, farz vaqti peshindan toki shomga qadar, quyosh botguniga qadar hojilar Arafot maydonida jam bo'lishadi. Hasan al-Basriy rahmatullohi alayh hajga bormagan vaqtlarida ham aynan Arafa kuni peshindan shomga qadar duoda bo'lar ekanlar. Arafa kuni duo qilinadi. Eng ulug' amal bu kunda duo qilishimiz kerak. Xayru duo va Arafa deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Eng yaxshi duo Arafotda qilingan duo. Biz Laylatul Qadr kechasiga juda katta e'tibor ko'rsatamiz. Qadr kechasi Ramazon kelishi bilan qadrning orzusi bilan yashaymiz. Chunki Qadr kechasidagi fazilatlarni bilamiz-da. Osmon farishtalar yer yuziga tushadi. U bedorligimiz, ibodatimiz uchun qancha ajr borligini bir narsani esdan chiqarmaylik azizlar. Kechalarning eng ulug'i Laylatul Qadr kechasi bo'lsa, kunduz kunlarining eng ulug'i bu Arafa kuni. Jumadan ham, hayitdan ham, boshqa kunlardan ham eng ulug' kun 365 kun ichida Arafa kuni. Qadr kechasida qancha farishta yer yuziga tushsa, Arafa kuni ham xuddi shuncha farishta yer yuziga nozil bo'ladi. Allohning farishtalari, sayyor farishtalar shu kunda yer yuziga tushadilar. Shom bo'lib kun botishi bilan yana sayyor farishtalar osmon sari ko'tarilishadi. O'sha paytda kim duoda bo'lsa, zikrda bo'lsa, ibodatda bo'lsa, Alloh taolo o'zi bilgan holda farishtalardan keyin so'rar ekan. Bandalarimni nima qilgan holda ko'rdinglar? Farishtalar aytar ekanki, Parvardigor, bandalaring seni zotingni poklab, nomingga hamd va sanolar yo'llamoqdalar. Alloh taolo aytar ekanki, bandalarim o'zi meni ko'rganmikan? Yo'q Parvardigor, bandalaring seni ko'rmagan, faqat qudrat va alomatlaringdan seni zotingni poklab hamd va sanolar yo'llashmoqda. Bandalarim agar meni ko'rsalarchi der ekan Alloh. Bandalaring agar seni ko'rganlarida faqat sen etganingdek hayot tarzini o'tagan bo'lardilar. Bandalarim nimalarni so'rashyapti? Bandalaring ko'p narsalarni so'rashyapti, lekin eng ko'p so'raganlari jannatingdan joy so'ramoqdalar. Bandalarim jannatni ko'rganmikan? Yo'q Parvardigor. Bandalaring jannatni ko'rmagan, faqat jannatning vasfini eshitgan xolos ular. Bandalarim agar jannatni ko'rsalarchi, bandalaring agar jannatni ko'rganlarida faqat jannatiy amalni qilgan bo'lardilar. Bandalarim nimalardan panoh so'rashyapti? Bandalaring ko'p narsalardan panoh so'rashyapti, lekin eng ko'p so'ragani do'zaxdan panoh so'rashyapti. Bandalarim do'zaxni ko'rganmikan? Yo'q Parvardigor. Bandalaring do'zaxni ko'rmagan, faqat do'zaxning alami va shiddatini ular eshitgan xolos. Bandalarim agar do'zaxni ko'rsalarchi, bandalaring agar do'zaxni ko'rganlarida do'zaxiy amalni yaqiniga yo'lamagan bo'lardilar. Shunda Alloh taolo aytar ekan: Inni ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Men sizlarni shohid qilaman. Meni zotimni poklagan, jannatdan joy so'ragan, do'zaxdan omonlik tilagan bandalarimni gunohini kechirdim. Sizlar guvoh bo'linglar der ekan farishtalarga. Shunda farishtalardan birlari aytar ekanki, Parvardigor, bularning ichida o'zini ishi bilan xizmat yuzasidan, balkim boshqa yuzasidan yurganlari bor-ku deganda Alloh taolo aytar ekanki, qavmun la yashqa jalisuhum. Qavmga ibodat bilan,
yaxshilik bilan o'tirgan qavmga qo'shilib o'tirganlar ham baxtsizlik ko'rmagay, yomonlik ko'rmagay. Shuning uchun azizlar, bu kun Arafa kuni duo qiladigan kun, Allohning zotini poklaydigan kun, jannatdan joy so'raydigan kun, do'zaxdan omonlik tilaydigan kun, Alloh taologa yolvorib duo qiladigan kun bu Arafa kuni.